O'tgan oyda Korilda turmadan qochgan mahbus Mahmud Mo'ydin haqida ilib olgan aniqlashlarimiz davomida vaziyatdan xabardor kishilardan biri yaqinqi 2 yildan buyon Korilda turmadan uzluksiz holda jasad chiqayotganligi, Mahmud Mo'ydinning kamirdoshlarning kundan kunga xarablashib ketayotgan vaziyatini ko'rgandan keyin turmadan hayot chiqishiga ko'z yetmay, zo'r tavakkulchilik bilan turmadan qochganligini eskartgan edi. U yana bu ma'lumotlarning isboti sifatida Qarayolg'un masjidining xotibi Ömer Hüseyin'dan bu yil 2 oyda turmadan jasad chiqqanligini tilga oldi. Biz bu uchurlarning to'g'ri xatoligini oydinlashtirish uchun Ko'rli Qarayolg'un soqchixonasiga telefon qildik. Bu az doyammi? Ha, qanday bo'langiz, yaxshimi? Yaxshi. Siz bu Qarayolg'un soqchixonasining siyosiy yetakchisi, shundaqmi? Shundoq. Ve bu soqchixonaning siyosiy yetakchisidan yaqinqi 2 yilda turmada o'lganlarning tizimligini so'rdik. Biz shu Qarayolg'unda turmada o'lib ketganlarning tizimligini olmoqchidik. Mushuni telefonda deb beralamsiz yoki menda yo'llab beralamsiz xat orqali? Yo'q, men yo'llab beramayman. Nima yo'llab beramaysiz? Bu tizimlik davlat maxfiyatligi bo'lmasligi kerak-ku, bu mahbuslar, bu o'lib ketgan mahbuslarning tizimligi. Nima qilib beramaysiz? Bu tizimlikni berolmaydiganligini keskin oldi bildirgandan keyin biz uningdan turmada jon uzgan Ömer Hüseyinning ahvoli haqida ma'lumot so'rdik. Bu vaqtda Ömer Hüseyin nopusliq bo'lgan tavallikdagi rayon soqchisining javob bera oladiganligini bayon qildi. Unda bu yilmish 2 oy turmada o'lib ketgan bu Ömer Hüseyin bu nima sababdan bu qanday kasal o'lib ketdi? Moshunda bera olamsiz? Bizning rayon soqchisi telefon qilamiz, shu kelsa shuni xabar berib. To'xtang, sizda bormi yo'qmi shu ma'lumotni? Sizda bormi yo'qmi shundan avval? Qo'lingizda. Sizga o'xshash? Navbat Korilda yashayotgan mazkur vaziyatdan xabardor kishining eskartishicha 2017 yil boshlangan cho'ng tutqun 6-yilga qadam qo'yish bilan turmadagi tomoqning nacharligi, emgakning og'irligi, siyosiy o'rganishlarning uzunligi va savol-so'roqlarning uzluksizligi qatorliq sabablardan mahbuslarning salomatligida umumyuzlikdagidek og'ir chekinish yuz bergan. Cho'ng tutqunning dastlabki 2 yilda yashanganlar va salomatligida masalalar hayotida ayrilgan bo'lsa, yaqinqi 2 yilda turmaga sog'-salomat kirib ketganlarning jasad chiqishga boshlagan. Telefonimizni qabul qilgan Qarayolg'undagi bir rayon soqchisi Ömer Hüseyinning turmada jon uzganligini dalilladi. Mas nimada kayfiyat tugab ketgan Ömer Hasan bo'ldi, shundaqmi? Ha, tugab ketgan vaqt qachon bo'ldi? Bu yil qancha joyda qanchasi? 2 oyning 2si. Ilgirki aniqlashtirimizda bir kanit soqchisining ma'lum qilishicha, Korilda kayfiyat turmasi, ya'ni Yangi sanoat rayoni turmasi, Ulug'ko'l turmasi, 27 va 28 Biyangplan turmasi qatorliq bir qancha turma bor bo'lib, buning ichidagi Yangi sanoat rayoni turmasi ilgari atalmish tarbiyalash markazi nomida ishlatilgan ekan. Mazkur rayon soqchisining deyishicha, Ömer Hüseyin dal shu Yangi sanoat rayonining turmasida jon uzgan. Bu qaysi turma bu? Jazomatni o'tgan turma. Nima deb yozildi? Nima deb qog'ozda nima deb yozildi turmaning ismi? Ko'rda kayfiyat turmasi deyilishicha turmaga sog'-salomat holatda kirib ketgan Ömer Hüseyin 2021 yilning oxiriga kelganda jigar raki bo'lib yiqilgan. Bu endi nimaga bu kesilishning oldida shundaq bir nimasi bormi yo'qmi alomatlari, kasal alomatlari? Kesilishning oldida kasallik alomati yo'q, sog'lomlikda bor. Bu oshqozon rak degan gap to'g'rimi? Jigar raki ketgan. Oshqozon rakmi, jigar rakmi? Ammo uning uyiga qaytib davolanishiga ruxsat berilmagan. Natijada turma doktorxonasida soqchilarning nazorati ostida jon uzgan. Undaqda shu doktorxonada tutgan bo'ldimi, uyda tutgan bo'ldimi yoki turma tutgan bo'ldimi? Doktorxonada tutgan. Qo'yib berilib qildimi yoki shu yerdan davolab tutib ketgan gapmi, qo'yib berilmay turib? Ya qo'yib berilmay turib shu davolash jarayoniga ketgan. Amdayliqi kasal og'irlashgan chog'da, turmadagi ahvol nacharlashgan chog'da qo'yib o'tirgan ahvol borchu, oilasi qaytarilgan. Bu oila qaytarilgan undaq bir imkon berilmaganmi? Ya undaq imkon berilmadi doktorxonada. Mazkur rayon soqchisining yana dalilishicha, Ömer Hüseyin Qarayolg'un markaz masjidining xotibi bo'lib, u 2015-yili hajga borganlik uchun tutqun qilingan. O adam shu diniy xizmat etgan adam, u shuni qanun bazmi yezilikka ay xatib ma'bud pension imom deydi. Bu xatiblik qilgan o masjid qaysi masjidda? Yezdinki. Qarlıq yezdin aşı, yezmə mərkəzi bir çox masjid var. Şuna xatib qilgan. O nimaga chet elga chiqqan ahvoli bormi yo'qmi? Chet elga chiqqan ahvoli bor. Masalan, qayerga chiqqan? Turkiyaga chiqqanmi? Yo'q, shu Tashkentga kelgan. Qancha yilda shu arang berib kelgan vaqti? 2015-yilda bo'lgan. Hukumat partiya hukumat tashkillik o'tirgan chog'da shu
Ömer falan bağlam. Vaziyatdan xabardor kishining eskartishicha 2017 yili atalmış tarbiyalash ilib ketilgan Ömer Hüseyin 2019 yilning oxiri Kordida tarbiyalash markazlari turmaga aylantirilganda u asldagi muddati aniqsiz atalmış o'quvchidan birdilla 5 yillik kesilgan mahbusga aylangan. Mazkur rayon soqchisi Ömer Hüseyinning oilasiga 2020 yili bir maxfiy sud hukmnomasi berilganligini tilga oldi. Bu sud içildimi, içilmedimi? Sot ettiripke iltiga vaqtında bizning qatnashimda sotga yetib qolib Kesilgan qanchalik kesilgan? 5 yil kesilibdi. Dalilinishcha Ömer Hüseyin bu yil 2 fevral kuni jon uzganda yeshi 55 bo'lib jazomiz tugaganiga 1 yilcha vaqt qolgan ekan. Jazomiz to'shirgan qanchalik vaqt qolgandi shu tugab ketgan vaqtida? 1 yildan yuqori qolgan. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Korli Qarayulg'un masjidining xatibi Ömer Hüseyinning turmada jon uzganligi haqida anglatish berdik.